Do'stlar, tabriklasangiz bo'ladi. Biz buni birga uddaladik. Ha do'stlar, o'sha qonun chiqdi. Endi shaxsga doir ma'lumotlarni O'zbekiston hududida saqlash majburiyati olindi. Bu degani endi Google O'zbekistonga monetizatsiyani yoqib berishi mumkin. Endi biza o'zbek tilida video qilib ham YouTubedan pul topishimiz mumkin. Xudo xolasa monetizatsiya yonishi bu yildan qolmaydi degan umiddamiz. Tez bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xolasa juda yaqin bo'lishi mumkin. Bu degani aynan YouTuberlarning daromadini 10 karra oshishiga olib keladi. Va biz uddaladik. Biz taslim bo'lmadik. Biz sizlar bilan birga edik, bu narsani uddaladik. Biz isbotladik YouTubedan katta daromad topish mumkinligini va bu qonunni chiqardikka biza harakat qildik va buni uddaladik. Hammamiz uddaladik. Hammamizning bayramimiz bu. Maksimal tarqatinglar postni. Xushnudbek aka, o'sha yurist bu haqida ma'lum qildi. Omad hammaga.